Yaxshi taassurot qoldirishning eng oddiy usuli. Yaqinda men, deb yozadi Dale Carnegie, mehmondorchilikda bo'ldim. Mehmonlar orasidagi ko'pgina meros olgan va zo'r berib atrofidagilarda yoqimli taassurot qoldirishga harakat qilayotgan ayol ham bor edi. U o'z davlatining ko'pchilik qismini mo'yna, brilliant, marvaridga sarflab rosa bezangan, lekin yuz ifodasini o'zgartirish borasida hech narsa qilmagan edi. Uning yuzida doimiy norozilik va takabburlik alomatlari shundoq ham ko'rinib turardi. U har bir odam uchun ma'lum bo'lgan haqiqatni, ya'ni ayolning kiygan kiyimi emas, balki yuz ifodasi ancha muhimroq ekanligini bilmas edi. Charles Schwabning iqror bo'lishicha, uning jilmayishi dollarda baholanar ekan. Bu bilan u yanglishmagan edi. Chunki uning o'ziga xosligi odamlarni o'ziga jalb qilishi va yoqa olish qobiliyati unga hayratlanarli darajadagi muvaffaqiyatlar keltirardi. Undagi ajoyib xislatlardan biri bu odamning o'zgalarni asir qilguvchi jilmayishi edi. Odamlar jilmayish orqali go'yoki siz menga yoqasiz, siz meni baxtli qilyapsiz, men sizni ko'rishdan xursandman deb gapirayotgandek bo'ladi. Nosamimiy kulgichi? Yo'q, bunday kulgu bizni hech ham alday olmaydi. Uning sun'iyligi shundoq ham bilinib turadi va undan darhol jahlimiz chiqishi aniq. Biz faqat ko'ngildan chiquvchi va yuraklarimizni yayratuvchi haqiqiy, bebaho kulgu haqida gapiryapmiz. Nyu-Yorkdagi katta bir universal do'kondagi ishga yollash bo'limi mudirining aytishicha, u yuzlari xo'mrayib turuvchi falsafa doktoridan ko'ra maktabni tugallamagan bo'lsa ham sehrli jilmaya olish xususiyatiga ega bo'lgan qizaloqni afzal ko'rar ekan. AQShning kauchuk tayyorlovchi eng katta kompaniyalardan birining direktorlar sovet raisi menga aytishicha, agar odam o'ziga shodlik keltiradigan ish bilan shug'ullanmasa, uning ishi kamdan kam o'ngidan kelar ekan. Men, derdi u, o'z ishini huzur qilib bajarish tufayligina ishi o'ngidan kelgan odamlarni bilardim. Bunday odamlarni keyinchalik ishga yollanib kelganlardan keyin yana ko'rdim. Ish dastlab ularga zerikarli tuyuldi. Keyinchalik esa ular bu ishga bo'lgan qiziqishlarini yo'qotdilar va omadsizlikka uchradilar. Agar odamlar siz bilan suhbatlashganlarida huzur qilishlarini istasangiz, sizning o'zingiz ular bilan suhbatdan huzur qilmog'ingiz lozim. Dale Carnegie ko'plab ishbilarmon odamlardan bir hafta davomida jilmayib yurishini va keyinchalik buning natijasini dars vaqtida so'zlab berishini iltimos qiladi. Ana shu mazmunda o'ziga kelgan xat bilan o'quvchilarni tanishtiradi. Uylanganimga ham mana 18 yildan ortiqroq vaqt bo'libdi, deb yozilgandi xatda. Biroq bu vaqt davomida men xotinimga kamdan kam jilmayardim. Ayrim paytlarda bo'lsa, o'rnimdan turib, to xizmatga ketgunimcha u bilan bir og'iz ham gaplashmas edim. Men juda qo'rs edim. Iltimosingizga ko'ra men bir hafta jilmayib yurishga qaror qildim. Shunday qilib, keyingi kunning tongidan boshlab men sochimni tarab yurarkanman, oynada o'zimning badqavoq aksimga qarab, "Bill, sen bugun o'zingning xomush ko'rinishingga barham berasan. Sen jilmayasan va buni hozirdanoq boshlaysan", deb aytdim. Nonushta uchun stolga o'tirar ekanman, "Xayrli tong jonginam", deb jilmayib qo'ydim. Siz xotin kishi bundan hayron bo'lib qolishi mumkin deb ogohlantirgan edingiz. Siz xotinimni bilmagan ekansiz. U tamomila esankiranib qoldi. Hayajonga tushdi. Men unga bundan buyon endi har doim shunday bo'ladi deb aytdim va mana 2 oy davomida har kuni ertalab
shunday qilaman. Xulqimdagi bunday o'zgarish xonadonimga 2 oy davomida o'tgan yillardagidan ko'ra ko'proq shodlik olib kirdi. Shundan beri har tong ishga borar ekanman, ko'p qavatdagi uyimning lifteriga xayrli tong deb jilmayib qo'yaman. Ishxonada mening shu paytgacha kulganimni ko'rmagan odamlarga jilmayib boqaman. Tez orada odamlarning ham menga jilmayib qarashlarini payqab qoldim. Mening oldimga ariza bilan har xil holatda keluvchi kimsalarni men doimo ochiq ko'ngillik bilan kutib olaman. Arzlarini tinglab turib, ularga jilmayaman va ular bilan bo'ladigan tushunmovchilikni hal qilish osonroq ko'chadi. Jilmayish menga har kuni ko'p pul keltirishiga ishona boshladim. Men boshqalarni bo'lar bo'lmasga tanqid qilishni tashladim. Endilikda men birovni qoralash o'rniga ma'qullayman va maqtayman. Men o'zim istagan narsalar haqida gapirishni to'xtatdim. Hozir men suhbatdoshimning nuqtai nazarini tushunishga harakat qilaman. Bularning hammasi mening hayotimni tubdan o'zgartirib yubordi. Endilikda men butunlay boshqa odamman. Baxtliroqman. Do'stlarga va quvonchga boyman. Bu esa yagona haqiqiy baxtdir. Jilmayishni bilmaysizmi? Nima qilish kerak? 2 narsa. Dastlab o'zingizni jilmayishga majbur qiling. Agar yoningizda hech kim bo'lmasa, ming'irlab birorta kuyni ijro eting. O'zingizni xuddi baxtli odamdek his etishga harakat qiling. Va bu sizda yaxshi kayfiyat hosil qilishga yordam beradi. Bu haqida Garvard universitetining professori James shunday yozadi. Xulq-atvor kayfiyat natijasi deb hisoblanadi, lekin ular bir-biridan ajralmasdir. Biz o'z irodamiz bilan xulq-atvorimizni boshqarar ekanmiz, bevosita irodamizga bo'ysunuvchi kayfiyatimizni ham boshqaramiz. Shunday qilib, buzilgan kayfiyatimiz o'rniga iroda zo'ri bilan kayfiyat hosil qilish uchun hushyor tortib, o'zimizni qo'lga olib, xuddi yaxshi ishlar bo'lganidek harakat qilishimiz va gapirishimiz kerak. Bu dunyoda hamma baxt qidiradi va unga erishish uchun birgina ishonchli yo'l mavjud. Buning uchun siz o'zingizdagi fikrlar oqimini, boshqalar olishi mumkin bo'lgan bilimni o'rganishingiz kerak. Baxt tashqi shart-sharoitlarga bog'liq emas. U hamma vaqt ichki tartibga bog'liq bo'ladi. Sizning baxtli yoki baxtsiz bo'lishingiz sizdagi mol-mulkingizga, kimligingizga, qayerdanligingizga va qanday ish qilishingizga bog'liq emas. Sizning kayfiyatingiz avvalo ana shu narsalar haqida qay tarzda o'ylashingizga bog'liq bo'ladi. Masalan, 2 kishi bir xonada va bir joyda yashashi mumkin. Ikkalasi bir xil narsa bo'lgan odamni hamma yerda ochiq ko'ngil bilan qarshi olishar ekan. Shuning uchun biror bir odamning uyiga kirar ekan, u bir zumga to'xtab, o'z holatini shod qilgan narsalarni yodga tushirib, yuzida kulgu paydo qilar va keyin esa bu xonadonga kirar ekan. Albert Haberning mana bu maslahatini esa diqqat bilan tinglang. Har kuni uydan chiqqaningizda dahaningizni ko'taring, boshingizni g'oz tuting va o'pkalaringizni oxirgacha havo bilan to'ldiring. Quyosh nuridan mirqib bahra oling. Do'stlaringizni jilmayish bilan olqishlang va samimiylik bilan qo'l siqishing. Sizni noto'g'ri tushunishlari mumkin deb qo'rqmang va hamda bir daqiqa bo'lsa ham dushmanlaringiz haqida o'ylab vaqtni bekor ketkizmang. Nima qilmoqchiligingizni dastlab aqlan uzil-kesil hal qilib oling. So'ngra orqaga tashlamasdan qo'yilgan maqsad tomon harakat qiling. O'zingiz amalga oshirishni xohlagan buyuk hamda yaxshi ishlar haqida o'ylang. Va shunda siz vaqt o'tishi bilan o'z xohishingizni ro'yobga chiqarishga zarur bo'ladigan har qanday imkoniyatlaringizdan o'zingiz bilmagan holda foydalanayotganligingizni sezib qolasiz. Fikran o'zingiz istagan iste'dodni
Jiddiy va ishi o'ngidan keladigan odamning suratini chizing va fikrlaringiz soatma-soat sizni xuddi shunday odatga aylantiradi. Fikr eng katta kuchdir. Ruhingiz doim ko'tarilgan holatda bo'lsin. Har doim mard, samimiy va yaxshi kayfiyatda bo'ling. To'g'ri fikrlash yaratish demakdir. Har bir narsa xohish orqali amalga oshiriladi. Har qanday samimiy iltimos albatta bajariladi. Yuraklarimiz buyurganini qilaylik. Boshimizni g'urur bilan baland ko'taraylik. Qadimgi xitoyliklar hayot tajribasi tufayli dono bo'lgan odamlar edi. Ularda do'ppimizning ichiga men ham, siz ham yopishtirib qo'yishimiz kerak bo'lgan quyidagi maqol bor edi. Kulgusi yo'q odam hech qachon do'kon ochmasligi kerak. Do'kon haqida gap yuritar ekanmiz, Frank Irvin Flatger tomonidan bajarilgan e'lonlardan biri yodimizga tushadi. Yangi yilda jilmayishning bahosi yo'q. U hech qancha turmaydi, lekin ko'p narsa keltiradi. U kulguni ko'rgan odamni boyitadi. Kulgan odamni esa kambag'al qilmaydi. U bir daqiqa davom etadi, lekin xotirada bir umrga qolishi mumkin. Uni chetlab o'tadigan hech bir badavlat yo'qki, u tufayli kambag'al bo'lgan odam ham yo'q. Tabassum, kulgu uyda baxt keltiradi. Ish borasida bo'ladigan o'zaro munosabatlarga xayrixohlik kirgizadi va do'stlik belgisi hisoblanadi. Kulgu charchaganlar uchun hordiqdir. Ruhan tushkunlikka tushganlar uchun kunduzi yog'du, qayg'udagilar uchun quyosh nuridir. Ko'ngilsizliklardan saqlovchi tabiat tomonidan ato etilgan samimiy davodir. Shunga qaramay uni sotib olib bo'lmaydi. Tilab olish mumkin emas. Qarzga olib bo'lmaydi. O'g'irlab ham bo'lmaydi. Chunki agar sovg'a qilinmasa, uning o'zi hech narsaga yaramaydi. Yangi yil uchun savdo sotiq qilayotgan xaridorlarning oqimi tufayli to'z to'polonda sotuvchi shu darajada charchaydiki, uning hatto kulishiga ham holi qolmaydi. Shunda o'zingizning kulganingizdan birini qoldirib keta olmaysizmi? Kulguga juda muhtoj bo'lgan odam bu hech narsa olmagan odamdir. Shunday qilib, siz odamlarga yoqishni istasangiz, ikkinchi qoidaga amal qiling. Jilmaying. Davomi bor.